U Afrika quyoshi ostida tug'ilgan, kelib chiqishi Hind afrikalik musulmon. Bugun taqdir uni dunyodagi eng boy, eng mashhur shahar Nyu-Yorkka merlik kursiga olib chiqdi. Uning ismi Zohran Mamdani. Siyosatchilar u Isroil siyosatini tanqid qilganligi uchun yomon ko'rishadi. Xalq esa bepul bog'chalar, bepul transportni va'da qilganligi uchun olqishladi. Tramp tarafdorlari Mamdanini telba kommunist deb atashadi, ammo Trampni o'zi uchun Mamdanining g'alabasi AQSh prezidentining jiddiy mag'lubiyati sifatida ko'rilmoqda. Bugun biz Zohran Mamdani haqida gaplashamiz. Kim u, nega uni yaxshi ko'rishadi yoki yomon ko'rishadi? Va eng muhimi, uning g'alabasi musulmonlar uchun nimani anglatadi? Xo'sh, kim o'zi u Mamdani? Nega saylovchilarni shunchalik o'ziga jalb qildi va hatto Donald Trampni qo'rqitdi? Zohran Mamdani Ugandada, ya'ni Afrika qit'asida joylashgan davlat 1991-yil 18-oktyabrda tavallud topgan. U hozir merlik lavozimiga tayinlangan eng yosh merlardan hisoblanadi va hatto immigrantlardan birinchi, menimcha adashmasam, mer bo'ldi. Onasi mashhur kinorejissyor Mira Nair, keyinchalik AQShga ko'chib kelganda ko'plab Gollivud yulduzlari bilan ham ishlagan. Otasi esa mashhur antropolog, olim Mahmud Mamdani. Uning oilasi Zohran 7 yosh bo'lganida Ugandadan Nyu-Yorkka ko'chib keladi va u Bronxdagi tabiiy fanlar maktabida School of Science'da o'qigan. Tushunishingiz uchun bu maktab 40 yil davomida 8 ta Nobel mukofoti sovrindorlarini yetishtirib bergan. Aynan fizika va kimyo sohalari bo'yicha. Ya'ni Mamdanini katta bo'lgan muhiti ilmiy muhit bo'lgan. Siyosatga kirishdan avval Mamdani san'at bilan ham shug'ullangan. U hip-hop qo'shiqlarini yozgan. Sahna taxalluslari Yon Kardamom va Mr. Kardamom bo'lgan. Hatto u yozgan bir qo'shiq onasini Mira Nairning Disney uchun ishlagan filmida ham ishlatilgan soundtrack sifatida. Ammo bu uning yagona mashg'uloti emas edi. U uy-joy masalalari bo'yicha maslahatchi sifatida ishlagan va kam ta'minlangan oilalarga uydan haydalishdan qutulishga yordam bergan. U siyosatga 2015-yilda kirib keladi. Avvalgi oddiy bir ko'ngilli, ya'ni volontyor sifatida kiradi. Keyinroq esa Demokratik partiya saylov shtablarida faol bo'lgan. 2020-yilda u o'zi mustaqil ravishda saylovda qatnashib, Nyu-York shtati qonunchilik majlisi deputati etib saylanadi. 2025-yil iyun oyida u Nyu-York meri saylovida Demokratik partiya nomzodi sifatida ishtirok etishini e'lon qiladi va Nyu-York saylovida u Andrew Cuomoni yengadi. Bu o'sha paytda ham sensatsiya bo'lgan. Ammo endi Mamdanining g'alabasi nafaqat Nyu-York, balki butun Amerika siyosatida yangi burilish nuqtasi sifatida baholanyapti. Nima uchun u Tramp uchun qo'rqinchli tush? Buni bir necha sabablari bor. Birinchisi, Tramp millatchi va America First siyosatini olib boradi. Mamdani esa global adolat, xalqaro qonunlarni tan oladi. Trampni siyosatida biroz islamofoblik xususiyatlari seziladi. Ya'ni bu meni shaxsiy fikrim, lekin Mamdani o'zi musulmon, islom jamiyatining ochiq himoyachisi bo'lishi mumkin. Va Tramp immigratsiyani chekladi, bilamiz. Lekin Mamdani immigrant oiladan chiqdi va muhojirlarning huquqlarini doimiy ravishda himoya qilib kelgan. Va yana bitta sababi, Tramp Isroilni ko'r-ko'rona qo'llab-quvvatlaydi. Mamdani esa Falastin masalasida xalqaro qonunlarga amal qilishni talab qiladi. Va buni intervyudan ham bilishimiz mumkin va bu intervyu Amerika siyosatchilari Amerika olamida juda ham katta rezonans bo'lgan, sababi Amerikada eng birinchi siyosatchi bo'ldi, ochiqdan ochiq Isroilni xatti-harakatlarini qoralagan. Va hozir men sizlar bilan ana shu intervyu bilan bo'lishaman.
Siz aytgandingiz, agar Benyamin Netanyahu AQShga kelsa, siz uni hibsga olasiz. Siz hanuz shu fikrdamisiz? Bizning shahrimiz xalqaro qonunlarga ishonadi va bu qadriyatlarni himoya qilishga, saqlashga intiladi. AQShning o'zi xalqaro jinoyat sudini tan olmaydi-ku. Shunday bo'lsa-da, xalqaro jinoyat sud Benyamin Netanyahuni hibsga olish uchun order chiqargan. Nima asosida, qaysi sabab bilan? Xuddi Putin uchun order chiqargandek Netanyahu uchun ham chiqarilgan. Biz bu ishni barcha amaldagi qonunlarga rioya qilgan holda amalga oshirishimiz kerak. Men yangi qonun o'ylab topmayman, lekin mavjud qonunlar bizning oldimizda tursa, biz ularni bajarishimiz shart. Mamdani musulmonlar uchun u o'z qadriyati bilan siyosatda muvaffaqiyatli bo'lish mumkinligini yana bir bor ko'rsatib berdi va bu biz uchun ham, ya'ni umuman Osiyo xalqlari, musulmon xalqlari jamiyatlari uchun siyosiy ruhiy uyg'onish belgisi bo'lishi mumkin. Zohram Mamdani musulmonlarning ovozi va islomning haqiqiy mohiyati, ya'ni insonparvarlik timsoliga aylangan siyosatchi bo'lishi mumkinligi kutilyapti. Ya'ni tarix hali oldinda, hali bizni nima kutyapti, hali bilmaymiz. Tarix endi yoziladi va umid qilamizki, Mamdani bizni kutuvlarimizni oqlaydi. Bugungi video sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini unutmang. Yaxshiliklarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. Xayr.